Xalqaro paralimpiya qo'mitasi nechta tuzilgan ekan? 1900 shahrida, to'g'rimi? Xalqaro paralimpiya qo'mitasi tashkil etilgan. 1990-yil Xalqaro paralimpiya nizomi hamda qoidalari ishlab chiqilgan. Shu nizom va qoidalar asosida hozirgi kungacha nima o'tkazilib kelyapti? Xalqaro paralimpiya o'tkazilib kelinmoqda. Bu yaxshi. Shior qanday edi? Xalqaro paralimpiya qo'mitasining shiori harakatdagi o'zining ramziga ega. To'g'rimi? Ramzining ma'nosi nima edi? Bayroq nima? Demak, Xalqaro paralimpiya qo'mitasida qaysi qanday asosiy musobaqalar o'tkaziladi?